Ko'pchilik podbor sostavlarini faqatgina hisob-kitoblardan iborat deb o'ylaydi, lekin aslida unaqa emas. Podbor sostav qilishdan oldin o'sha podbor sostavga qo'llaniladigan barcha qurilish materiallarini sinchkovlik bilan sinovlardan o'tkazish kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha sinovdan o'tkazilgan natijalarga asoslanib keyinchalik hisob-kitoblar qilinadi. O'sha hisob-kitoblarga asoslanib keyinchalik ya'ni probniy zameslar qilinadi. Ya'ni qorishmalar tayyorlanadi. Xullas, buni nimaga aytyapman? Bizda shunchalik qurilish materiallari ko'pki, hozirgi kunda tanlash uchun sinovlar o'tkazish kerak bo'ladi. Asfaltobeton uchun ham, beton uchun ham eng muhim to'ldiruvchilardan bittasi bu qum hisoblanadi. Qumni ham o'zini juda fizik mexanik xususiyatlari ko'p. Bulardan bittasi suv shimuvchanlik. Suv shimuvchanlik nega muhim? Chunki asfaltobetonda ham, sementbetonda ham uni suvni sementga nisbati, masalan betonda ya'ni o'z holatini, ya'ni oquvchanlik holatini ushlab turishi, ya'ni asfaltobeton qorishmasida, masalan, suv shimuvchanlik asfaltobeton qorishmasida ham muhim, sababi asfaltobeton qorishmasidagi bog'lovchi, ya'ni bitumni ortib ketish miqdoriga ham ta'sir qiladi. Sementbetonda suvni sementga nisbatan VC ni ko'tarilishi yoki saqlanaymiz, ya'ni o'sha birinchi holatdagi oquvchanligini saqlab qolish xususiyati aynan mana shu suv shimuvchanlikka bog'liq. Buning uchun bizda hozirda GOSTda zich to'ldiruvchilar, zich mayda to'ldiruvchilar uchun aniq uslubiy qo'llanmalar yo'q. To'g'ri, yengil to'ldiruvchilar uchun bor, lekin zich to'ldiruvchilar uchun mavjud emas. Lekin biz nima qilamiz? Bu parametrni o'rganish uchun, buni sinovni o'tkazish uchun Amerika va Britaniya mana shu ikkita standartlardan foydalanamiz. Bu uchun bizga o'sha Amerika standarti bo'yicha oddiy shu mana shunaqa konus kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu joy 9 cm, bu yog'i 2 cm, balandligi 75 mm, xullas toleransda 3 mm dan. Mana shunaqa shtikovka bitta kerak bo'ladi. Sinovni qisqacha mazmuni shunaqaki, mana birinchi qumni 110 gradusda quritib olamiz. 110 plus minus 5 gradusda albatta 5 mm li elakdan o'tkazilgan bo'lishi kerak. Endi Amerika normasida 475 mm li elak deyilgan. Xullas, qurigandan keyin buni 15-19 soatga suvga solib qo'yamiz namunani. Mana biz kecha qo'yganmiz, tayyor uje. Bu 15-19 soatdan keyin hozir suvni ozroq to'kib tashlaymiz. Keyin buni ozroq quritishimizga to'g'ri keladi. Maqsad shu darajagacha quritishimiz kerakki, qumning ichidagi namlik tursin, ustidagi поверхностный namligi qolishi kerak. Buni aniqlashda mana shu konus yordam beradi bizga. Qachonki shu konusni to'latib 25 marta yengil zichlaganimizdan keyin konusni olganimizda agar qum tikka holatini saqlab qolsa, demak uni quritish davom ettiriladi. Qachonki konus ozroq buzilsa, demak o'sha holatini biz suv shimgan holat deb tushunamiz. Agar to'liqligicha konusni ko'targanimizda agar qum to'liqligicha yoyilib ketadigan bo'lsa, demak u qurib qolgan hisoblanadi. Bunda sinovni yana boshqatdan suv qo'shib o'tkazish tavsiya qilinadi. Xullas, sinovni o'tkazish uchun birinchi galda namunani olib, 5 mm li elakdan o'tkazib olib, 110 gradusda plus minus 5 gradusda quritib olamiz doimiy massagacha. Keyin shu qumni olib 15-19 soatda suvga shimdiramiz. Ya'ni hozir mana bizning qumimiz tayyor. Hozir suvni to'kib namunani sinovni boshlaymiz. Faqat suvni to'kish paytida iloji boricha qumni yo'qotmaslikka harakat qilish kerak.
Qumni mana suvini to'kib oldik. Hozir shu turishda qumni maqsadimiz quritishimiz kerak. Quritish deganda polniy quritishimiz kerak emas. Ya'ni shu darajagacha olib kelishimiz kerakki, konusga solib, qumni 25 marta sekin zichlaymiz. Ko'targanimizda agar qum tikka turadigan bo'lsa, demak bu hali tayyor emas. Asta-sekinlik bilan yana quritishni davom ettiramiz. Qachonki biz sinovni to'xtatamiz, qumni ichki namligi qolishi kerak, faqat ustidagi namligi uchib ketishi kerak. Buni qachon bilamiz biz? Qachonki biz mana shu 25 marta zichlab turib konusni ko'targanimizda ozroq konus yoyilsa, demak o'sha holatda biz namligini aniqlashimiz kerak bo'ladi va qurigandan keyin mana shu formula bo'yicha hisob-kitob qilinadi. Hozir yana uni test davomida ko'ramiz. Qumimiz ozroq qurigandan keyin sinovni takrorlab turish kerak bo'ladi. Quritayotgan paytda iloji boricha tez-tez almashtirib, tez-tez sinov o'tkazib turish kerak. Sababi o'sha bizga kerakli nuqtadan o'tib ketib qolmasligi uchun maqsad shu. Hozir mana birinchi sinovni biz o'tkazib ko'ramiz. Buni faqatgina sushilni shkafda emas, qanaqadir fenda qilsa ham bo'ladi, texnik fenlarda quritsa ham bo'ladi. Birinchi sinovni o'tkazishga harakat qilamiz. Bunda mana hozir buni konusni to'latib olaman. Endi 25 marta yengil zichlashim kerak. Konusni vertikal ko'taramiz. Kutganimdek hali namlik ko'p, o'shaning uchun konus buzilmadi. Mana ko'rib turibsizlar, demak buni quritishni davom ettirish kerak. Chunki bizga boya aytib o'tganimizdek, qumni ichidagi namligi kerak, ustki namligi kerak emas. Hozir bu yerda ustki namligi ko'p, shuning uchun ham konus yiqilmadi. Yana quritishni davom ettiramiz. Yana ozroq vaqt o'tgandan keyin keyingi sinovni o'tkazib ko'ramiz. Hozir mana ozroq vaqt o'tdi. Kunimizda keyingi sinovni o'tkazib ko'ramiz. Afsuski bu safar ham tayyor emas ekan, qumimiz hali yoyilmadi. Demak, namlik yetarligidan ko'p, ya'ni poverxностный namlik bor hali ham. Bizga faqat qumni ichidagi namlik holati kerak bo'ladi. Demak, konusimiz hali yiqilmadi, o'shaning uchun quritishni yana davom ettirishga to'g'ri keladi. Navbatdagi sinovni o'tkazib ko'ramiz. Bundan oldingilari yaxshi chiqmadi. Quritish davomida tez-tez
sinov o'tkazib turish kerak va aralashtirib turish kerak. Chunki bizga qumni faqat ichidagi namligi kerak bo'ladi, ustki namligi emas. Ya'ni поверхностный namligi biz uchun muhim emas. Yigirma 25 marta yengil zichlab oldik. Atrofini tozalab, konusni har doimgidek vertikal ko'taramiz. Bizning hozirgi testimizda mana shu holatda optimal deb olsa bo'ladi. Ya'ni konus juda ham yiqilib ketmadi. Agar hozir buni quritishda davom ettiradigan bo'lsak, konusni ko'targaningizda tekis bo'lib yoyilib qoladi. Qumni yirikligini ham nazarda tutish kerak. Sinov o'tkazayotganda tajribadan kelib chiqibman. Endi men bundan oldin ham tajribalar bor. Bundan oldin ham qilgan tajribalarimiz o'shaning uchun bu qum uchun mana shu holatni hozir suvga to'yingan holati deb qabul qilsa bo'ladi. Endi keyingi navbatda biz hozir mana shu adashmaslik uchun mana shu qumni hammasini quritishga qo'yaman va boya aytib o'tganimizdek mana shu H4T84 da ko'rsatilgan formula bo'yicha hisoblaymiz. Bu joyda qumni suv shimilgan, ya'ni usti quruq, ichiga suv shimilgan holdagi massasi, ya'ni aytaylik, masalan, taxminan 500 gram olsak, keyin uni quritib olamiz. Quritganimizdan keyin bu formulamizda A harfi bilan belgilangan. Qurigandan keyin, ya'ni doimiy massaga kelgandan keyin hisoblaymiz. Shunda suvni, qumni suv shimuvchanligi kelib chiqadi. Suv shimuvchanligini o'zi keyingi hisoblarda qo'llash mumkin. Men holatimda hozir 510 gram oldim buni quritishga. Endi albatta ko'proq olgan yana ham yaxshiroq bo'ladi. Masalan, 1000 gram olish ham mumkin. Qumimiz qurigandan keyin tortib ko'rdik. 503 gram chiqdi quruq holatda. Boya formulada 100 ni tushirib qoldirgan ekanmiz. Bu yerda formulada 100 bo'lishi kerak edi. Xullas hisob-kitoblarga asosan bizda suv shimuvchanlik 1.4% da tashkil qildi. Demak, bunga qayerda talablar qo'yilgan? Talablarni mana shu BS 8007 yoki 26633 da ko'rish mumkin. Bu degani, demak, 1.4% deb oladigan bo'lsak, agar betonimiz tarkibida 700 kg qum bo'ladigan bo'lsa, taxminan 10 litrga yaqin suv ko'proq talab qiladi degan. Demak, o'sha suvni sementga nisbatan, ya'ni VC ni hisoblaganda albatta shu narsani hisobga olib ketish kerak. Va vodopotrебность oshishi aynan mana shunaqa paytlarda kuzatiladi. Demak, mana shu narsa qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik betonga, asfalt betonga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.